Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Hop, mana Namangan viloyati Pop tumanidamiz. Hop, 3 yoshga to'lyapti. Fevralda xudosi 3 yoshga to'ladi aka. Hop, sxemasi 5 ga 4. O'tgan yili noto'g'ri shakl berib olgan, buni uchini qaytarib olgan. O'zi daraxt yaxshi, ko'rinishi, kasalliklar yo'q. Faqat noto'g'ri kesilganning hisobiga bizni chaqirishdi. Mana xudo xolasa bugungi sanamiz 2026-yil. 26 bugun chislar? Bizda 25 bugun. 25 mi? Biz maktabda o'qimaymiz-da. 25-chislo ekan, yanvarda Jizzaxga borib keldik. Jizzax ko'rdinglar, qor. Endi bu yerda qor emasligi uchun mana kesuvi, shakl berishi davom etkazamiz. Eng avvalambor biz bu daraxtingizga noto'g'ri shakl berib beramiz. Ha? Azambo aka. Hop, ketdik. Mana sizni oldingizga mashinada qilib kesib ketsam ham, siz o'ylaysizki, daraxtimga shakl berildi deb. Ha, yana men asosiy shoxlarni kesmadim. Mana ular biz hozir asrab qolishimiz kerak-da. Endi buni ba'zi bir joyda kesuvchilar xuddi mashinada qilib, mana ularning uchini ham qaytarib berib ketadi. Shoxtalarga o'xshatib. Bizda unaqa bo'lmaydi. Xo'p, biz birinchi buni hosillardan ham kerak bo'lsa bu yilga voz kechib, mayda shoxlarini kesib o'tirmaymiz. Faqat asosiy shoxlar bilan shug'ullanamiz. Eng birinchi mana daraxt tagidan где-то 50-40 sm, 60 sm-dan o'zi uchta. Ko'proq men mijozlarga, bog'bonlarga tushuntiraman, chekanaginadan yer kelyapti, mana kaftimizda 5 ta bo'linyapti. Bunda endi 3 ta, ba'zi bir joyda 3 ta, 4 ta, 5 ta bo'linadi. Shu holatda tushuntiraman qo'limda-da. Xo'p, mana haligi kaftan kesing deganda mana bo'g'imdan emasdan, mana shundoq kesib o'riladi. Yoki mana bundoq qilib kesilganda bir xilda qilib chiqiladi. Qurilish qilinganda ham eng birinchi unga chizmasiga, loyihasiga e'tibor beriladi. Meditsinada ham to'g'ri diagnostika qo'yib olinadi. Urug'chilikda sinalgan urug'larni ekinlanadi. Bog'dorchilikda ham, kesishda ham yaxshi mutaxassisga bog'i kestirilsa foyda topiladi. Hozir bu tip mana shu bo'ladi. Endi bunisiga o'tamiz. Eng avvalambor ichini ochib olamiz. Bu yerda bitta bular xato qilgani, o'zlari aytib o'tdilar. Qo'ng'iz bodomni changlatuvchi vazifada qilib ekilgan aka. Qo'ng'iz bodomlar bu ikki xil gullaydi. Qo'ng'iz bodom vaqtliroq gullaydi. Bu kechroq gullaydi. Qaymoq bodomga changlatuvchi shart emas. Mana tepalarini kesish xato. Mana shu tartibda dorilarini daraxtdan boshqalarga aytib o'tib ketaylik. Mana daraxtdan 1,5 metr uzoqlikda 30 sm yer ostiga. Hop, o'tga qarashmi? Yo'q, azotli, fosforli o'g'itlar. Imkoni bor odam 1,5 kilo selitra, 1,5 kilo fosforli o'g'it bersa, kelgusi 2027 ga bunda 2 kilodanga harakatlanamiz. Shu kesuv yoki mayda amalga oshiramiz, yoki sentyabrda. Agar men o'zim qiladigan bo'lsam, vaqtimga qarayman. Mayda vaqtim bo'lsa ulgursam mayda. Yoki sentyabr oyida. Yana buni bahorga qayta bu daraxtingiz bahorga qoldirishni o'ylamang. Ha? Kelishdi xudo xolasa.